Mana ikkinchisi Vitality Lux. Oradan bir 3 minut vaqt o'tdi. Hozir buni o'zi biladi. Qo'shimcha hech qanaqa ovqat yemaydi. Faqat balzam beramiz. Juda ham yaxshi ko'radi, ayniqsa Vitality Lux'ni. Bitta kaplalardan ko'p, lekin aytolmayman dozasi qancha. Hech qachon o'lchab bermaganman. Chaqaloqlik kunidan boshlab bir kapla deyishardi. Даже xursandligidan gapirib boryapti. Ana. Hozir o'zi bomdodga turgan mahalim. Berish esimga tushib qoldi balzam. Smart Lux bermay qo'ydim, chunki Smart Luxdan keyin ichi yaxshi kelmayapti. Ana, bemalol kimda nevarasi bo'lsa, tanishi bo'lsa tavsiya qilinglar. Bu hech qanaqa kasal emas, Allohga shukr. 100% bolamiz sog'lom, faqat o'zim mahsulotimga ishonganim uchun beryapman.